1-iyundan xalqqa xushxabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonun bilan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga yoshga doir pensiya olish huquqini beradigan yoshga to'lgan fuqarolarga ularning murojaatisiz proaktiv shaklda pensiya tayinlanishi hamda fuqarolarning shunday tartibda tayinlangan pensiyani rad etish huquqini nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgarishlar kiritildi. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra fuqarolarning yoshga doir pensiyaga bo'lgan huquqi belgilangan axborot tizimidan olingan ma'lumotlarga ko'ra asosan aniqlanadi. Agar fuqaro uning murojaatisiz tayinlangan pensiya miqdoridan norozi bo'lsa yoki mehnat faoliyatini davom ettirish va keyinchalik yoshga doir pensiyaga chiqish istagini bildirsa, u tayinlangan yoshga doir pensiyani rad etish huquqiga ega. Bundan fuqaro xabarnomani olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan yoxud davlat xizmatlari markazi yoki YIDXP orqali so'rovnoma to'ldirilgan holda murojaat qilish kerak. Pensiyani tayinlash to'g'risidagi ariza va so'rovnoma 10 kundan kechiktirmay ko'rib chiqiladi.